Toshkentda soat 23:00. Hammaga assalomu alaykum. Hurmatli treyderlar. Xo'p, bunaqa o'tirib jonli efir qilmaganimga ancha bo'ldi. Ko'pchilik sog'ingan bo'lsa kerak. Yani doimiy ravishda jonli efirlar, prosta bo'sh vaqtim bo'lganda, mashinada ketayotganda shunaqa paytlar bo'lardi. Mana bugun hamma 2022-yilda, 20-yillarni eslagan bo'lsa ajab emas, to'g'rimi? Вот. So'nggi vaqtlarda, so'nggi oylarda juda ham ko'p o'zi katta o'zgarishlar bo'ldi. Qaysi ma'nodaki? Bilasizlarmi, ma'lum bir sohada muvaffaqiyatga erishgan inson vaqt o'tishi bilan o'rtoqlar, u ham nimadir yangi narsa o'rganadi. Shuni hech qachon esdan chiqarmaydi. Va u boshqalarga nisbatan ancha tez o'rganadi va qanaqadir kuchliroq narsa o'rganadi. Shuning uchun sizlarga bugun baribir xullas nima deydi? Bu o'tgan yildagi prikol emas. Esingizdan o'tgan yil prikol bo'lganda, 2 yil oldin xullas. Bu jonli efir juda ham sizlarga foydali bo'ladi. Bitta shart bilan, faqat oxirigacha ko'rsanglar. Shuning uchun sizlarga hafsala tilab qolaman. Shunaqa jonli efir payti kim menga prямой efir yuboradi. Shunaqa odamlar bor, Begimov Doston, G'anisher G'aniyev. Jonli efirim ketyapti, kommentariy uchun. Xo'p. Demak, bugun o'rtoqlar sizlarga bir qancha narsalarni tushuntirib beraman, ko'rsatib beraman. Agar kim yozib dars qilsa, shunaqa odamlar bo'ladi, men yaxshi ko'raman. Shunaqa daftar ruchkani olib tik tez yozib oladi. Shuning uchun sal sekinroq gapiraman. Doim e'tibor berganimsiz. Tak. Bu tez gapirib ketsam bo'ladi, prosta bir xilla eslab qoladi. Bir xilla endi yozib olib qayta ko'rishim mumkin. Вот. Sizlarga bugun pandemiya so'zidan boshlasam bo'ladi. Master class xullas boshladik demak. Xo'p. Birinchi mana tekst yozib qo'yganman deb bilasizlar, nima yozib qo'yganman? Pandemiya va vzlom miya deb yozib qo'yganman. Miya vzlomi deb qo'yganman. Nimaga? Bizda hayotda hamma narsa tasodif, ko'pincha endi shunaqa virus chiqib qoldi, nimadir bo'ldi, и так далее. Virus chiqib qolishiga to есть mani variantim boshqacharoq, o'rtoqlar. Endi ko'pchilik baribir biladi bu virus o'ylab topilganini-yu, tasodif emasligini-yu. Bu umuman yangi texnologiyalarni insonlar ongiga singdirish uchun aynan shu narsa kerak edi. Esinglardami? 2019-yillardan oldin ko'pchilik kirardi internetga, lekin Facebookda o'tirardi, ko'pchilik takoy odnoklassniki eskilar, lekin unda ham hamma emas, bor vaqtida o'tirmasdi, и так далее. Aynan kompaniyalar. Sizlarga tasodif deb qanaqa? Aynan Elon Musk, aynan Mark Zuckerberg, Meta, aynan Microsoft dunyoning birinchi raqamli kompaniyasi, eng boy kompaniyalardan yana top 3liga Apple kiradi. G'alati. Ya'ni pandemiya paytida insonlarning eng ko'p foydalangan gadjetlari, narsalari aynan ular birinchi o'rinda turadi. Chunki mana shu texnologiya, masalan, u texnologiyalardan bitta swipe texnologiyasi inson miyasini emotsional boshqarish imkoniyatiga ega. Qaysi ma'nodagi? Psixologik, to есть voqealar rivoji va kontrast. Ya'ni masalan, siz telefonda o'tiribsiz, TikTokni farqi yo'q, nima bo'lsa ham Facebookni yangiliklarni tez ko'rasiz va ularning orasidagi razницаning kattaligi, например, swipe qilasiz-ku. Mana shu swipe texnologiyasi, TikTok и так далее. Вот, и umuman insoniyatni internetga bog'lash yo'li orqali o'ylab topilgan pandemiya, ya'ni uyda hammani o'tkazish va vaqtini qanday o'tkazishni bilmaslik и так далее. Вот. Lekin bu narsa faqat yangi texnologiyalarga, balki odamlarni tradingga bo'lgan qiziqishi ham yo'qotib yubordi-da. Shuning uchun eng qizig'i, lekin aynan men birinchi
ofisimni ochganimda pandemiya haqida gap yo'q edi. Trading nazarda tutaman. Xo'p. Birinchi shundan boshladim-ki, nimaga? Chunki insonlarni manipulyatsiya qilishni juda oddiy oson yo'llari bor, o'rtoqlar. O'shalardan bittasi. Xohlagancha boshqarish mumkin, insonni qiziqtirishi mumkin. Bugun jonli efir desam 800 ta odam kiradi, o'rtoqlar. Masalan, bugun jonli efirda zo'r narsa o'rgataman sizlarga desam, примерно 1200 ta odam kiradi. Bugun men sizlarga oltinda strategiya o'rgataman, kuniga 50-100 dollar desam, mana 1800-2000 ta odam kiradi. Tushunasizlarmi, odamlarni manipulyatsiya qilish juda ham oson, boshqarish ham oson. Lekin bu degani men yolg'on gapirdim degani emas. Sizlar ko'p kirishinglar uchun. Men bugun sizlarga o'rgatishimni asosiy ko'p narsa o'zgardi dedim-ku hayotimda. Sizlarga bitta zo'r texnikani aytib beraman, o'rtoqlar. Men zo'r texnikani aytib beraman. Shundan foyda, sizlar ham foyda qilasizlar agar foydalansanglar. Masalan, o'rtoqlar qaranglar. Masalan, deylik, siz yugurib ketyapsiz. Yugurib ketyapsiz-da, musobaqada yugurib ketyapsiz-da. Bilasizmi, musobaqada yugurib ketayotganingizda siz ancha oldinga chiqib qoldingiz-da. Qarang, oldinga. Siz maksimalniy skorost yugurib ketyapsiz, chunki marraga birinchi kelishingiz kerak. Lekin kimdir shundoq sizga yaqinlashib kelishi bilan siz o'z imkoniyatingizdan kattaroq tezlikda yugurasiz. Chunki kimdir sizga yaqinlashib kelayotganini ko'rasiz, to'g'rimi? Demak, yana ham tezroq harakat qilasiz. Zo'ra insonni miyasi ishlashi, ya'ni siz eng maksimal skorostda ketayotganingizda, masalan bilasizlarmi, odam futbol o'ynayotganda yugurishi bor, kuch o'qilayotganda yugurishi bor, har xil yugurishda. Shuning uchun men boshqacha foydalanaman shu narsadan. Ya'ni yangi narsalar o'rgangan sari, bozorda chuqurroq tushungan sari eski bilimlarimni odamlarga nima deydi, bepulga beraman, bepulga o'rgataman insonlarga. Nimaga? Chunki o'zi bu narsa, yangi narsa o'rganmasimdan oldindan bo'lgan. Nimaga? Odamlarga nimadir o'rgatganingizdan keyin insonlarga sizda mana o'sha qo'rquvni, odam qarang, har bir inson o'zida qo'rquvni paydo qila olishi kerak. Ya'ni, unga o'rgatib qo'ydim, endi o'zi itakdali. Hamma narsani-chi, nima deydi, anaqa qilish, qo'yib yuborish kerak-da. O'rgatding, maza qilsin, o'rgansin. Ozgina ilmni boshqalarga o'rgatish bir sadaqaga teng narsa-da. Ya'ni, masalan, chin qalbingizdan insonlarga agar masalan o'rgatsangiz, masalan, men bugun sizlarga nimadir o'rgataman dedim, qalbimdan qanaqadir ichida bir skrytniy reklama qilish yoki qanaqadir odamlar menga keyin kursim ichida reklama qilib ketaman. Masalan, ko'rdinglarmi, shunaqa narsa o'rgatdim bundan hozir. Agar shunaqa narsa bo'lsa, dedim, men o'rgatmasdim sizlarga bugungi narsani. Просто umuman bugungi narsalar haqida hech gapirmasdim. Nimaga? Chunki Ramazon oyi, Ramazonning ya'ni 7 kuni qoldi. Men shunaqa ichimdan shunaqa narsa o'tkazdim-ki, insonlarga insonga bersa, o'sha insonga Alloh ziyodasi bilan qaytarib beradi. Shuning uchun o'rgatayotgan narsalarim hammasi bular mana haqiqiy ishim, uzoq yillar o'rgangan narsalarim, uzoq yillar insonlarni o'rgangan inson sifatida nima deydi, maslahatim. Maslahat juda ham kerak narsa. Sababi, kelinglar bugun sizlarga bitta haqiqatdan boshlay. Ya'ni ba'zi bir insonlar toifasi bo'lsa, mana shu videoni hozirdan ko'rmasliklarini taklif qilaman. Menga juda ham ko'p SMS keladi. Kelinglar bitta zo'r savolga javob berib keting. Nimaga paytida giveawaylarga ko'p qatnashgansiz degan savol. Giveawayga qatnashganimning foydasi menga juda ham katta bo'ldi. Giveawaydan o'tgan insonlar mendan kurs sotib olgani yo'q. U giveawaydan o'tgan insonlar kurs sotib olishga puli bo'lmaydi o'zi. To'g'risi, mantiqan o'ylab ko'ringlar. Lekin mana shu giveawayda o'tgan 100 minglab insonlarni 10 minglab SMS'larni o'qib chiqdim men. 10 minglab SMS'larni o'qib chiqdim va bu sizga ko'pchilik haqida ma'lumot beradi. Ya'ni siz
bekorchi vaqt emas bu. Insonlarning SMS'larini o'qiysiz, ularni dunyo qarashini ko'rasiz. Kimdir SMS'ga qarab profilga kirib ko'rishingiz mumkin. Например, kimdir zalda rasm qo'yib qo'yishi mumkin, anaaqalardan qilib qo'yib qo'yadi. Keyin yozadi sizga, aka $100 bering, sira tushunasiz. Qanaqa, masalan, qanaqa muhitda o'sgan, qanaqa nima dunyo boshida o'rtoqlar, minglab insonlarni o'rganish esa menga juda ham ko'p narsa beradi. Tak shu javob etib qo'ydim. Sizlarga nimaga qatnashganimni. Вот. Mana shu insonlarni o'rganish, umuman bilasizlarmi, katta fondlar, masalan, tradingda o'tsak, katta fondlar nimaga ular doim daromadda bo'ladi? Katta ishtirokchilar, chunki ular kichikroq ishtirokchilarning ro'yxatini biroz bilishadi. Tak. Demak, men sizlarga bugun o'rganish, boshlash, o'zini qanaqa tutish, esimdan chiqmasdan aytib ketdik, qanaqa insonlar ko'rmasliklarini tavsiya etaman. Например, menga o'shanaqa SMS'larda ko'p keladigan insonlar toifasini aytaman sizlarga. Например, qaranglar. Oltinga shoshmanglar, обязательно ko'rsataman o'rtoqlar, обязательно. Faqat ba'zi bir hayotda muhimroq narsalar bor. U narsadan muhimroq. Shuning uchun uni tushunib olishimiz kerak. Masalan, trading sohani uni hozirgi qiyin vaziyatdan chiqaruvchi instrument sifatida qaraydigan insonlar va men sizlarni iltimos qilib so'raydim, bu sohaga вообще yaqinlashmanglar, umuman yaqinlashmanglar. Qaysi ma'nodaki, qarzim bor, qarzlarimni to'lashim kerak, kreditimni yopishim kerak. Keyin shunchaki yaxshi narsalarga o'tib ketmoqchi bo'lgan insonlar ham bor. Masalan, menga yoshadda, menga o'rgating, iltimos, ota-onamni hajga yubormoqchiman. Onamga unaqa sovg'alar bermoqchi. Alloh niyatingizga yetkazsin, lekin tradingni instrument qilib olmang bu narsa uchun. Bu siz o'ylagan narsa emas. Yoki hayotida moliyaviy qiyinchiliklarga bor insonlar, qarzi ko'p yoki shunchaki ijarada turadi, pul kerak, unaqa inson. Menga minglab shunaqa SMS'lar kelgan. Bular bekor, bu gaplarni sizlarga bekorga aytayotganim yo'q. Insonlar bunga trading sohasini instrument qilib olmanglar o'rtoqlar. Absolutno. Bu sizlar o'ylagan soha emas, sizlar o'ylagan narsa emas. Bu kirib sizni agar men shaxsan o'rgatsam, siz ertaga qanaqadir hammadan yaxshi pul topib ketishingiz yo'q. Bunaqa soha sifatida qarasanglar, sizlarga men 15 yil tajribali inson sifatida aytaman. То есть bu sizlar o'ylagan narsa emas. Хорошо, endi boshlasak ham bo'ladi, demak, qolganlar chiqib ketsa ham bo'ladi, shunaqa deb o'ylaganlar. Demak, birinchi men prosta ekranda turibdi, prosta esimdan chiqib qolmasligi uchun ketma-ketligiga oxirgi paytda yozib qo'yadigan bo'ldim. Men oldinlar вообще qaramasdan o'tardim. No, prosta hozir ko'p murakkabroq mavzular borda. Mana o'rganish deb yozib qo'yman, shart kerak. Have to bilan mustmida inglizchada shart kerak. Bu narsani yangi boshlagan treyderlar va o'quvchilarimga qaratib aytardim va o'quvchim bo'lmagan insonlar uchun ham. Demak, sizga sifatli o'rganishingiz kerak bo'lgan sifatli narsalarni aytaman hozir. Va ular shart o'rtoqlar. Shart. Psixologiya, strategiya, risk management va bu narsani sizga professional odam o'zini bilgan narsasini o'rgatishi shart. Bu siz daromadga chiqishingiz imkonsiz. Tushundinglar-a? Nimaga shart bilan kerakni farqi borligini sizlarga hozir tushuntiraman. Qaranglar. Kerak brokerskiy hisob ochish, platformalardan foydalanish, broker tanlash, o'rtoqlar. Ya'ni bular kerak, lekin shart emas. Tushundinglarmi? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, mana bizda o'quvchilar kelishadi, mana biz psixologiyani o'rgatamiz, strategiyani o'rgatamiz, qanaqa savdo qilish, texnik analiz, eng kerakli narsalar. Ya'ni siz agar kerak bor-ku, agar kerakni muhim deb o'ylasangiz, shart bo'lgan narsalar bo'lmasa, sizda daromad aniq bo'lmaydi. Ya'ni masalan, broker hisob ochishni siz pul to'lagan o'qituvchingizni o'rgatishi shartmi? Shart emas. U shart emas. Nimaga? Sabab brokers, tasavvur qiling, shunaqa professional kurs bo'lsa-da, eng zo'r brokerskiy kompaniyadan hisob ochishni o'rgataman. Tasavvur qilinglar. Yoki platformadan
idealniy foydalanishni o'rgataman. Nima qilish mumkin? Например, Ctrl T qanaqadir anaqani paydo bo'lish uchun Ctrl T ni bossa chiqishini aytishi mumkin-da. Siz mishkada qidirib, masalan, разделитель Ctrl O, например, da. Shuni o'rgatadimi, sizga bu qanaqa daromad beradi? Tasavvur qiling, savdo platformasini mukammal o'rgandingizda, nima beradi siz? Qanaqa daromad qilasiz? Tushunasizlarmi? Shunga ko'p o'quvchilarim ba'zida xafa bo'lishadi-da. Yangi o'quvchilar nazarda tutyapman. То есть platformadan foydalana olmasa jahli chiqadi. Menga nimaga o'rgatmayapti aka deydi-da. Platformada nimadir yo'q bo'lib qolsa, indikator yo'q bo'lib qolsa jahli chiqadi-da. Mana shunaqa inson, o'sha inson qara, insonda muammo paydo bo'lsa, jahli chiqsa, обязательно o'zi bilan o'zi gaplashish shart o'rtoqlar. To'xta. Menga aka balki eng muhim narsani avval o'rgatayotgandir. Eng muhim narsani o'rganib olsam, bularni o'zim balki keyinchalik o'rganib olarman. O'rtoqlar, vaqt borligida eng muhim narsani o'rganib olinglar, uni mamtga qo'yib qo'yinglar. Qolgan brokerskiy hisobni может internet tiqilib yotibdi. Ruscha yaqinda bilasizlarmi nima paydo bo'ladi? Yaqin, hozir ham bor-ku. Endi idealniy variant tayyor bo'ladi. Yaqinda rus va ingliz tilini bilmaydigan insonlar qachon qidirishini topsanglar, qarang, oldin masalan o'zbekchada yozasiz, keyin xullas ruschada ruscha inglizcha videolar chiqib kelsa, o'shalarni o'zbek tiliga tarjima qilib beradi. Искусственный интеллект, так что muammo bo'lmaydi. Вот. И shuning uchun o'rtoqlar, bu shart, bu kerak sizlarga. O'sha inson sizga o'rgatishi shart, chunki eng muhim narsalar shular. Ya'ni o'sha psixologiya, risk management, strategiya. Usiz siz daromad qila olmaysiz, lekin brokerdan hisob ochishni siz prioritet qilib qo'ymang. Jahlingiz chiqmasin sizga ustozingiz bu narsani o'rgatmasa. Chunki bular любой moment o'rganishingiz mumkin bo'lgan narsalar. Bu narsani o'rgatmasa, u insonni qanaqadir bilimsiz yoki yomon aniqga chiqarib qo'ymaydi. Menda kuzatiladigan vaziyat mana shu narsa. Trendoviy liniya, masalan, oddiy trendoviy liniyadan foydalanish. Mayli, platformadan foydalanish, например, mana men сделка ocha olmayapman deydi, bitim ocha olmayapman deydi-da. Masalan, suffix nimaligini bilmaydi. Yevro dollar brokerda agar M harfi bo'lsa, mini shot bo'ladi. Yevro dollarda o'zi bo'lsa ochmaydi bitimda. Mana shu narsa o'qituvchi sizga o'rgatishi shart bo'lgan narsa emas, buni miyangizga qo'yib oling. Google dan qidirib topib oling, siz xafa bo'lmang undan. Nimaga? Chunki u inson yillar umrini ketkizgan, sizni bitim ochishingizni o'rgatish uchun emas. U inson sizga eng qiyin, eng kerak narsalarni o'rgatish uchun bilim olgan. Просто aytib qo'yaman, ko'pchiligi boshqa tajribali o'qituvchilarga balki foydasi bo'ladi. Xo'p, endi tushundinglar, shart va kerakni endi o'rgatilmaydi deb yozib qo'ygan ekanman. O'rgatilmaydi o'rtoqlar. Nima o'rgatilmaydi? Sizlarga, ko'pchiligiga tradingda nima o'rgatilmaydi? Qaranglar, o'rgatiladigan narsalar, boyagi narsalar, shart narsalar, strategiya o'rgatiladimi? O'rgatiladi. Psixologiya o'rgatiladimi? O'rgatiladi. Risk menejment o'rgatiladimi? O'rgatiladi. Nima o'rgatilmaydi? Timing va momentum. Mana shu narsalar o'rgatilmaydi. Nima degani timing va momentum? Timing o'sha siz o'rganayotgan strategiyani ma'lum bir vaqt faqat ishlashi da, например, yaqinda mana, то есть men hozir bizda o'quvchilar gruppasi bor. Probdan yozdimi kimdir yoki o'quvchilarda ham bo'ldi, bu bizning mahallamiz bor. Aka dedi, probdan yozdi. O'sha inson SMS-ni topib belgilasa, men sizlarga o'qib berardim. Tillada trade savdo qilmanglar dedim. Keyin o'sha inson ustoz, men savdo qilmayman, lekin shunchaki savolim bor dedi. Qanaqa desam, любой откат baymi dedi. Конечно, bay dedim. Например, ya'ni o'sha bu timing degani o'sha ma'lum bir vaqt oralig'ida strategiya tuzish. Masalan, kriptoda hozir kriptovalyutalar tuzayotgan strategiyalar qishgacha, пример, mana yozda sal pasayadi, lekin qishgacha o'sadi, и так далее. Ya'ni ma'lum bir vaqtga strategiyani mo'ljallash. Nimaga? O'sha ma'lum hech qachon o'rtoqlar bozor bir xil strukturada harakatlanmaydi. Umumiy struktura bor, lekin tasavvur qiling,
qishda 200%, yoz 200 punkt, yozda 400 punkt, unaqa narsa yo'q, to'g'rimi? Masalan, deylik, butun vaqt davomida Nvidia kompaniyasi $200 ga ko'tarilgan bo'lsa, to'g'rimi? Va qanaqadir bir yilda $200 dan $1000 ga ko'tarilib ketsa, demak, oldingi ishlagan strategiya keyin umuman boshqacha ishlagan. Tushundinglarmi? Timing o'rtoqlar, bu shunchalik muhim narsaki, timingda nimaga muhim bilasizlarmi? Chunki sizlar tepada o'rgatilgan risk management strategiya, psixologiyani bilsanglar minus qilishingiz mumkin, timingni bilmasanglar. Bu timing o'ta muhim narsa. Ya'ni ma'lum bir vaqtga qarab strategiyani taqsimlash, отбойникdan пробойникka o'tish itagdali. Endi buni alohida mavzu, bu yana bir 3 soatlik kamida seminar, live. Pulli kurslarda o'rgataman deb ketsam, hazil o'rtoqlar. Lekin men sizlarni maksimal tushuntirishga harakat qilaman. Maksimal qo'limdan kelgancha, shtobi sizlarni fikringizni o'zgartirishga harakat qilaman. Chunki men bir narsani menga tushuntirishganda men tushunib bo'lganman, hech qachon umumiy massani fikrini o'zgartira olmaysan deyishgan menga. Men bunga qo'shilaman, shuning uchun harakat ham qilgan. Umumiy massa. Например, masalan, Notcoin mavzusi, например, oson pul topish, eng tez pul topish, osmondan pul topish hammaga qiziq. Mana shu insonlarga to'g'risi ichishim bilan maksimal darajada achinaman. Chunki vaqtni to'g'ri taqsimlash degan mavzu bor, hozir keyinroq sizlarga o'taman. O'shanda tushunasizlar bu narsani nimaligini. Demak, timingni tushundinglar, ma'lum bir strategiya, ma'lum bir vaqtga qarab o'zgaradi. Например, punktaj o'zgaradi. Masalan, diapazon agar 600 punkt bo'lsa, diapazon 2000 punkt bo'lsa, o'rtoqlar, take profit соотношение bir xil strategiyada o'zgaradi. O'zgarish kerak. Chunki volatilность boshqa, o'rtoqlar. Umuman ko'pchilik yangi, ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Harakat qilaman dehqoncharoq tushuntirishga. Qaranglar. Masalan, deylik, yangi yilda siz ko'rasizki, yani kichkina apelsinchalar qimmatroq bo'lib ketadi, to'g'rimi? Endi umuman trading tushunmaydigan odamlar uchun. Bu sezonniy biznes. Sezonniy emas, bu краткосроч kunlik bizneslar. Kunlik, sezonniy deyilmaydi. Sezonniy o'rtoqlar, masalan, mana yaqinda O'zbekistonda искусственный polyalar sezoni boshlanadi. Maza qilishni boshlaydi, polyasi bor odamlar hamma futbolga chiqadi. Tushundinglarmi? Bu qachongacha davom etadi? O'sha kuz oylarining o'rtasi, oxirigacha davom etadi, to'g'rimi? To'g'ri. 5 oy kamida, 5 oy yoki xullas yarim yil pribul beradi, yarim yil bermaydi. Lekin yangi yil kuni 2 kun konkret narxlar baland bo'ladi. Например, nimaga? Juda qisqa vaqt, to'g'rimi? Chunki hamma talab katta bo'lgani uchun o'sha kichkina apelsinchalar juda ham qimmat bo'ladi. Bozor ham shunaqa, o'rtoqlar. Mana shu logikalar, o'zi hayotdagi logikalarga qurilgan narsa bu bozor. Buni faqat biroz boshqacharoq tartibda tushunib olishingiz kerak. Bozor ham xuddi shunaqa. Masalan, hozir hamma yana kripto mavzusiga yopishdi, to'g'rimi? Nimaga? Chunki tushib ketuvdi, hech hamma jim bo'lib qoluvdi. Tushundinglarmi? Shunaqa panika. Doim shunaqa panika bo'ladi. Nimaga искусственный intellekt aynan Nvidia ko'tarilib ketdi? Chunki искусственный intellekt, sun'iy intellekt, o'sha mikrochiplar itagdagi panika, o'shaning uchun qimmat. Bozorda ham xuddi shunaqa narsa, o'rtoqlar. Buni sekin-sekin tushunishingiz kerak. Bu narsani nomi timing. Timingni o'rgatish juda ham qiyin, juda ham men o timingni o'rgatgan o'quvchilarim bo'lgan, juda kam bo'lgan, chunki ularning ko'p bitimlarini ko'rishim kerak, bilishim kerak. O'sha orqaligina timingni ularga o'rgata olganman. Bu narsani insonning o'zi ham tushunib yetishi mumkin, albatta, vaqtdan kelib chiqib. Va yana bitta o'rgatilmaydigan narsa momentum. Bu treyderlarning orzusi momentum, o'rtoqlar, bilasizlarmi? Momentum nima degani? O'sha paytning o'zida vaziyatga baho bera olish degani. Prosta. Biz o'sha paytga tilla uchyapti ekan, efir payt. Uchaver. Men bilan sporlashganlar maza qilib o'tiribdi hozir. Xo'p, nima qilamiz? Prosta qaranglar, o'rtoqlar. Momentumni, maslaga momentumni misol qilib ketaman. Hozirgi maslaga aytdim, hozirgi vaqtda o'sha siz bilim olayotgan insonni
hozirgi vaqtdagi fikri qanaqa? Nima deb o'ylaysizlar? Qiziqmi? Например, 1-aprel, bugun 3-aprel ekan. Mana masalan deylik, men sizlarga ko'rsataman o'rtoqlar, mana o'qib ham ko'rsatishim. O'zingizlar o'qishinglar mumkin. Tak, neft D1 da qizil va ko'k kanal yuqori nuqtasi bir-biriga yaqin. Bu holda kichik ko'pchilik qizil liniya yuqoriga buzib o'tsa, yuqoriga ketadi deb o'ylashi mumkin. Ammo ko'k liniya ham inobatga olamiz. H1da kirish nuqtasi paydo bo'lsa, ajab emas. Ko'rasizlar, ancha pastda berilgan bu g'oya neftda. Ko'rasizlar, ikkitali kanal bor, ham ko'k, ham qizil. Da? O'quvchilar ko'rinib qoldi, Botir Islomov. Bu muhimda o'rtoqlar. Ya'ni qanaqa hisob o'sha просто hozir indeks shotim deydi, boshqa shotga kirishim kerak. Kirenda. Вот, qizarmasdan ozgina svechani tepaga qo'yib qo'ysam-chi. Bilmadim, balki stop loss olarman. Men bilmayman o'rtoqlar nima bo'lishini. Sababini aytaman sizlarga. Qaranglar. Po faktu men sizlarga ko'rsatay o'rtoqlar, qaranglar. Mana po faktu mana o'sha qizil liniya, lekin qizil liniyaga kelganda hech qanaqa signal bo'lmagan. Ozgina tushgan, ozgina emas, yaxshigina tushgan ekan, lekin 80 punkt. Lekin mana o'rtoqlar, mana ko'k liniya, mana ko'k liniya, mana o'sha ko'k liniya. Mana o'sha ko'k liniya, mana bitim turibdi, ko'rasizlarmi? Katta lotda turibdi, mana sell, stop loss. Ko'rasizlar mana nimaga? Chunki bordi, urildi, keldi, qaytdi, yana borganda ochildi, все, и pastga ketdi. Bilmayman, неважно o'rtoqlar, bu momentum o'rtoqlar. Mana bitim sizlarga, mana bu kam o'rgatiladigan narsa, momentum, to есть o'quvchiga eng ko'p opit beradigan narsa momentum hisoblanadi. Ya'ni siz o'rgatilgan bilimlaringiz boshqa narsa, lekin o'sha bilimlaringizdan o'zingiz hozirgi paytda ko'rsatib berishingiz bu umuman boshqa narsa. Bu biroz qiyinroq ko'p treyderlar uchun, chunki ответственность degan narsa bor, qo'rqadi. Ishlamay qolsa, stop oldim. Yo'q, qo'rqish kerak emas. Strategiya или рабочий, или не рабочий. Все. Bozorda shu narsa ishlaydi yoki ishlamaydi. Yozib olsanglar foydali bo'ladi. O'zingizlarga har kimdir qo'yib yuborsa kerak haqadir. Tushundinglar momentumni, nimaligini. Вот, o'rganuvchilarning qaranglar. Eng qiyin etap degan so'z yozgan ekanman, birinchi 6 oylikdan o'tib olish. Nimaga? Chunki treyderlar boshqa narsalarni, boshqa oddiy narsalarni afsuski o'zini kelajagidan voz kechib qo'yishadi. Ya'ni oddiy narsalar nima? Ya'ni boshdagi shart emas, kerak degan narsa bor edi-yu, hisob ochishni bilmaslik, liniya oddiy. U narsalar любой moment o'rganib olish mumkin bo'lgan narsalarni o'zlashtira olmaganligi uchun tark etib qo'yadi tradingni. Shuning uchun aytib yozib qo'ygan eng qiyin etap birinchi 6 oylik. Sababi nima? Ko'pchilik birinchi 2-3 oydan keyin o'sha hisob raqam ochib qo'yadi, slip qilib qo'yadi и так далее. Xullas, o'sha uchun tark etadi yoki просто hafsalasizlik. Deydi, men o'ylagan narsa emas ekan deydi. Men sizlarga bitta narsa aytaman. Har doim aytganman bu narsani. Nimaga kirdinglarmi? Hech bo'lmaganda minimal natija bilan chiqib ketinglar. Bu sizlarda liderlik xarakterini uyg'otadi. Doim, bitta narsaga kirdingiz, mayli trader bo'lmadingiz, lekin qanaqadir kapitalni investitsiya qilish, pullarni taqsimlash, pullarni ko'paytirish, hech bo'lmasa pul yo'qotmaslikni o'rgandingiz, to'g'rimi? Bu juda katta narsa. Shuning uchun, chunki men aytdim sizlarga boya, ommani baribir mastani fikrini o'zgartirib bo'lmaydi, insonlarni o'zgartira olmaysan. Sababi men odamlarga oson bo'lsin, qulay bo'lsin, moliyaviy bir qiyinchilik tug'dirmasin deb bilasizlar, yanvarda kursimni $150 birinchi to'lov, keyin $70dan 12 oyga to'lov qo'yganimda o'rtoqlar, hozir 60% odam to есть hozir har xil nima deydi, 50% odamdan kam odam qolgan hozir. Nimaga? Chunki asosiy boshdagi narsalar shu bo'lsa kerak edi, tushuncha yoki aytishinglar mumkin, demak qanaqadir kurs qiziq bo'lmagan, foyda bo'lmagan deyishinglar mumkin. Конечно, qiziq bo'lmaydi, конечно, foyda bo'lmaydi. Chunki meni kursim 1 yillik kurs, u kursni tugatmasdan natija haqida gap bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun ham
bunaqa xulosaga kelishga hech kimning haqqi ham yo'q va bu absolyutno noto'g'ri. Bu nima? Bu oddiy narsalar. Ya'ni imkon o'zi qarang, zo'r mantiqiy yakunlar bor. Shu inson nimaga $1000 to'lab kursimda oldingi $1000 o'qimagan? Chunki moliyaviy imkoniyat yo'q, chunki pul yo'q. Nimaga puli yo'q? Endi bu savolga javob juda ham qiyin. Aynan dunyoqarash shunaqa bo'lganligi uchun har bitta narsani boshlaydi, nimanidir boshlab oxirigacha yetkazmaydi. Yoki doimiy osoniga intiladi, doimiy qiyinchiligidan qochadi. Shunaqa insonlar mana sizlarga achinaman, hafsalanglar umuman yo'q. Va hech qisi yo'q sizlarni o'rninglarni egallaydigan insonlar bor tak что. Вот, o'rganuvchining xatolari deb yozib qo'ygan ekanman. Tushundinglar, birinchi 6 oydan o'tib olsanglar o'sha osonroq bo'ladi. Va desert bor bizda o'rtoqlar, tillarda strategiya bu yolg'on emas. O'rganuvchilarning xatolari, ishlaydigan strategiyalar diversifikatsiyasi. Bu вообще muhim narsa. Ishlaydigan strategiyalar diversifikatsiyasi. Ya'ni qaranglar. Strategiya masalan deylik, kim haqiqiy trader bo'lmoqchi? Tan xohlaysizlarmi, yo'qmi? Deyarli hamma ishni yig'ishtirib qo'yishga majbursizlar. Qanchalik g'alati eshitilmasa, men sizlarga haqiqatni aytishga majburman. Razman sizlarga chin qalbimdan nima deydi, mana Ramazon oyida bilim bera olmayman. Men sizlarga qanaqadir ложный informatsiya bera olmayman, nimadirga qiziqtira olmayman. Men sizlarga haqiqatni aytishga majburman o'rtoqlar. Haqiqiy trader bo'lmoqchi bo'lsanglar, afsus kechirib qo'yibsizlar, boshqa hamma ishlarni yig'ishtirib qo'yishga to'g'ri keladi. Nimagaligini aytaman. Qaranglar. Mana 5 ta monitor turibdi-da. Men nimaga 5 ta monitorni bittasida valyutni birjani qarayman, bittasida kripto birjani qarayman, bittasida aksiyalarni qarayman, bittasida yangiliklarni qarayman. Например, har bittasida filtr qilaman, qaysi biri matematik, qaysi biri yengilligi bor, qaysi biri o'rtoqlar, bu ish, konkretniy ish. Kurs mana o'quvchilarim bilasizlar, qanaqa xato qiladi. Bugun o'sha narsa bo'ldi. Qani u strategiyani ketma-ketlikda ishlamasa ishlamaydi. Va sizlarga bir qancha strategiya bo'ladi. Kun ichida savdo, aktivniy skalpingmi, farqi yo'q, uzoq muddatli strategiyami o'rtoqlar. Bu narsalarni farqiga bormaysanglar, rezultat foydasi yo'q. Vallomatidan o'rgansanglar ham foydasi yo'q. Lubo odam. Mana masalan, menga eng ko'p savol beriladi, o'rtoqlar, eng ko'p jonli efirda savol beriladi. Tilla haqida yoki bitcoin nima bo'ladi? Hech qachon razoviy g'oya bilan yashamanglar o'rtoqlar. Bermanglar bunaqa savol, chunki sizlarga ham u odamga ham natijasi yo'q. Masalan, variant. Tilla tepaga ketadi dedi. Yoki tepaga ketdi, yoki pastga ketdi. Nima foydasi bor? Tepaga ketsa o zo'r, например, pastga ketsa yomon, o'xshamadi, to'g'rimi? Ko'pchilik, ya'ni o'zingizlarda liderlik qobiliyatini uyg'otmas ekansizlar, o'rtoqlar. Natija bo'lmaydi. Liderlik qobiliyatsiz natija juda sekin bo'ladi, o'rtoqlar. Masalan, qaranglar, liderlik qobiliyati qanaqa bo'ladi? Masalan, hozir mana 2000 taga yaqin o'quvchiman, mana shu efirda 1000 ta odam ko'rib o'tiribdi-da. Например, nimaga? Mana shu ko'rayotgan odamlarda har xil etapdagi insonlar bor-da. Doim shu odamlar nimadir o'rganaman deydigan odam bor, to'g'rimi? Lekin ularning ichida liderlik qobiliyati yo'qlari ko'proq. Sababi qaranglar, men ketyapsizlar, poyga Formula 1 300 tezlikda ketyapsizlar. Fokus nimada bo'lishi mumkin? Ruldan boshqa sizlarga savol, o'rtoqlar. Fokus nimada bo'lishi mumkin? Ketyapsizlar mana masalan. Yoki futbol o'ynayotgan odamni to'pda va sheriklarida fokusi, to'g'rimi? Uni ishi. Lekin meni o'quvchilarimda, endi kimdan misol qilaman, o'quvchilardan misol qilmasam. Lekin ular o'ta prinsipialli insonlar. Yaxshi ma'noda emas, yomon ma'noda. Sababi nimada? Sababi ularga borku, ularga anaqa, ular formula, короче, mashinaga o'tirishgan, rul ushashganda, lekin atrofga ham qarab yuradi, tushunasizlarmi? Atrofga ham qarab, fokus bor-ku, rulda emas. Ko'pchilikda, hozir o'zlari muhokama qilsa yaxshi bo'lardi gruppada bu mavzuni. Nimaga? Chunki ulargacha bilim berilgan, zadacha berilgan, vazifalar berilgan, например. Yo'q, ular именно nima,
ommaga, mana masalan ommaga sizlarga qanaqadir hozir bilim berishga harakat qilaman, uni mana shundan ko'rish kerak ular. Ular pul to'lagan alohida kurs bor, ularga vazifa berilgan. Grafiklarni o'rganinglar, например, robot zonalarni o'rganinglar, и так далее. Ko'p narsa berilgan. Yo'q, lekin efirni ko'rish kerak. Efir gruppada yozib, tasavvur qil, pulli kurs $1000 to'lagan gruppada yozadilar. Aziz akam, efirlar, mani efirimni muhokama qilishyapti. Mani efirimdan maqsad boshqa, mendagi fokus boshqa. Sizni fokusingiz bu efirni ko'rish bo'lishi kerak emas. Chunki sizga o'tilgan hammani sizni fokusingiz, sizni vazifangiz bor. Siz vazifangiz o'rgatilgan narsani qilish, tepaga shart kerak narsani ajratish, o'rgatilmaydigan narsalarni o'rganib olish, mandan momentumni his qilish, timingni his qilish, to'g'rimi? Yo'q, lekin обязательно ular efirni ko'rish kerak. Вот, yana shu paytida muhim narsalarni aytib ketaman. Prinsipialniy xarakterga ega bo'lgan insonlar o'zi ko'p kitob o'qimaydigan, ko'p ilm olmagan insonlar bo'ladi hayotda. Faqat o'zini prinsipi bilan yashaydi. Например, deylik, обязательно deydi. Masalan, men hozirga tizim ko'rsataman deb bitta ishlaydigan, men oldin eski strategiya ko'rsataman. Oldinda ishlaydigan eski strategiya, например, nimaga 2800 ta 3000 ta odam ko'ryapti mana shu narsani? Chunki zo'r narsa va'da qilindi sizlarga-da. Agar miyanglarni bor-ku, qaraydi, zo'r texnika bor. Ya'ni masalan, tasavvur qilinglar, sizlarga bitta odam kelsa-da, 1 yildan keyin точно millioner bo'lasizlar desa, qanaqa kayfiyatda 1 yil yashaysizlar? Mana shu narsani miyanglarda sozdат qilishni o'rganinglar, o'rtoqlar. Ya'ni, например, sizlarga bugun masalan yozdim-ku. Tasavvur qilib hozir aytsam, o'rtoqlar, hech qanaqa masallig'i yo'q. Prosta men 3000 ta odam kirish uchun shunaqa dedim desam, hammaning hafsalasi bir bo'ladi-da. To'g'ri? Po faktu shunaqa. Biz nimadir o'rganamiz deb kirdik deydi. Vaholanki, bu sizlarning katta xatoinglar bo'ladi. O'sha Mirniy o'yinga atrib kelsalar, juda ham ko'p qaytaraman o'sha kino. Mirniy o'yin kino nomi. Sekret qanisi tosh ko'rsatadi-yu. Sekretga senga sekret aytaman, cho'loq, endi tramvadan tuzalgan odamni senga zo'r sekret aytaman, sekretimni aytaman, tog'ni uchiga chiqaradi bechara, qiynalib chiqqanda oyog'ini tagidagi toshni ko'rsatib. Mana shu tosh edi sekret desa, hamma bola xursand bo'lib chiqadi, qiynalib chiqadi. Keyin men deydi, mana shu toshni ko'rish uchun shuncha qiynalib chiqdimmi toqqa desa, hali ham men tushunmabsan deydi. Keyin o'ylab turandi, puch deydi, endi tushundim deydi, yo'l deydi. Han deydi, chiqqaningcha xursand eding-ku deydi. O'sha ham sizlarga ham gap. Hamma xursand edi-yu, to'g'rimi? To есть, qaranglar, miyani qanaqa qilish, miya shunaqa funksiyonalniga ega, to есть. Ya'ni ma'lum bir narsa zo'r dahshat sekret. Nimaga? Chunki odamlar trader sifatida menga ishonadi. Вот. Nimaga? Просто так sizlar o'sha insonni oddiy efirga 3000 ta odam kirmaysizlar, savol. Nimaga? Nimaga oddiy efir qilsam 3000 ta kirmaysizlar? Обязательно zonasi o'rgataman desam 3000 ta odam kirasizlar. Chunki ko'pchiliginglar har doim zona komfortda yashagansizlar, ko'pchiliginglar har doim eng oson narsa, eng oson yo'ldan ketishga harakat qilgan. Ko'pchiligimiz deb gapiraylik, to'g'ri bo'ladi o'shanda. Bunaqa bo'lish kerak emas, o'rtoqlar. Lekin inson o'zini mana shunaqa texnika o'ylab topinglar. Rostdan ishlashsin. Masalan, rostdan ham 1 yildan keyin sizda $1 million bo'lishi. Prosta tak havoga emas, o'rtoqlar. Men sizlarga hafsala degan mavzuyim bor. Hafsala vaqtni taqsimlash. Как раз ishlaydigan strategiyalar diversifikatsiyasi tugatib qo'ying. Ya'ni bozorda ishlaydigan 10 ta zo'r strategiya bilsanglar, o'rtoqlar, risk kamayadi. Masalan, bitta strategiya bor, sizlarda majbursizlar bitta strategiyada 1%, 2% risk qilishga bitta bitimdan. Lekin sizlarda zo'r strategiya bo'lsa, masalan deylik, 5 ta 0-10% dan risk qilsanglar, endi bular katta mavzu, prosta qisqa qilib aytib ketaman. 5 ta zo'r strategiya. 5 ta zo'r strategiya o'rtoqlar. Topish oson emas. Nimaga aytaymi? Chunki timing bor o'rtoqlar. Bu 5 ta strategiyani timingni tepaga strelga qilib chiqarib yuborsanglar, timing chiqadi. Bittasini ne рабочий. No, bu ham katta mavzu. Men chuqurlashtirmayman, chunki tushunmay qolishim mumkin. Bugun общий tushuntirmoqchiman. Demak, keyingi hafsalar vaqtni taqsimlash. Mana yozib qo'yganman. O'rganish, sinash, kichik natija, reja, katta natija. Bu sizlarni tradingda muvaffaqiyatga erishishligiga sabab bo'ladigan eng muhim narsalardan bittasi, o'rtoqlar. Qaranglar, hafsala, vaqtni taqsimlash.
vaqtni man Aziz Xalikov 20 yoshiga qaytib qolsa nima maslahat berardingiz? Maslahatimni endi eshitdinglar, ko'pincha aytmasdim. Vaqtni to'g'ri taqsimlashni o'rgatardim. Vaqtni to'g'ri taqsimlaydigan bo'lardim. Bu o'ta muhim narsa. Hozirgacha kelib moliyaviy bir erkin inson sifatida sizlarga aytaman. Mana shu darajaga kelishimga asosiy sabab vaqtni to'g'ri taqsimlay olish. Bu eng qizig'ini aytaymi nima? Bu hammani qo'lidan keladi aslida. Bu juda qiyin narsa emas. Mana misol, o'rganish, sinash, kichik natija, reja, katta natija deb qo'ygan. Mana 5 ta narsa. Bu hamma odam qo'lidan keladi, faqat vaqt ketadi. O'rtoqlar, davaychi hamma milliarderlarni, millionerlarni, mashhur insonlarni olaylik. Orasida deyarli 30 yoshdan kichigi yo'q o'rtoqlar. Aksariyati 40 yoshdan baland o'rtoqlar. Demak, inson haqiqatan ham ma'lum bir yuqori darajaga chiqish uchun ma'lum bir vaqtlarni bosib o'tish kerak. Uni yoshlikdan boshlash kerak va shunda sizlarda kelajakda ma'lum bir yoshga yetganda ma'lum bir sostoyaniya bo'ladi. Endi ba'zi bir insonlar bor, juda ham yosh, millioner, milliarderlar, ular yoki meros qolgan, yoki ularning soni o'ta kam, yoki ular ya'ni ularni yoki show biznes bilan bog'liq. Endi tushunarli-da, masalan, o'sha Selena Gomez 15 yoshligidan mashhur edi, например, nimaga chunki Gollivud bu umuman boshqa narsa o'rtoqlar. Yoki mana Yamal degan o'yinchi bor, 16 yoshda Barselonada o'ynaydi. 16 yosh, necha million dollari bor o'sha bolani, to'g'rimi? Bu boshqa masala o'rtoqlar. Gap umumiy ko'pchilik haqida ketyapti. Ya'ni o'sha bir одаренный insonlar haqida ketmayapti. Ya'ni talantli insonlar haqida ketmayapti. Ya'ni siz va men haqida gap ketyapti. Demak, o'rganish hammani qo'ldan keladimi? Keladi o'rtoqlar. Qaranglar, sinash. Hozir ularni qanaqa qilishni ham aytaman sizlarga. Sinash. O'sha o'rgangan narsangizni sinab ko'rish. Kichik natija. Nimaga? Chunki sizning katta pulingiz yo'q. Kichik natija. Masalan, deylik $200 pulingiz bor, xolos. $200dan sentoviy hisob ochdingizda o'sha $200 natija qildingizda. O'sha natijadan keyin mana reja qildingiz, plan qildingiz. Nimaga? Shu natijani ushlayman va katta natija. Uje sizda investorlar bor, uje sizda $100,000 avvaliga, keyin $1 million. O'rtoqlar, mana shu rejalarni bir necha 10 yil oldin qilganman, ishonasizlarmi? Ishonmasanglar katta xato qilasizlar. Mana shu rejalar menda bir necha yillar oldin bo'lgan. Menda unaqa narsa bo'lmagan. Mana hozir bittasi kursimga kirib, 3-oy tashab ketyapti. Bunaqa insonlar nima kutish mumkin? Menda shunaqa imkoniyat ham bo'lmagan o'sha paytda. U o'rganib, grafiklarni kechalari mazza qilib o'rganganman. Mashaqqat, qiyinchilik deydi. Qanaqa u bitta narsani his qila olish, tasavvur qila olish san'ati. Bu katta narsa bu narsa. Hozir oranglarda farqi yo'q. 35 yosh bo'lsa ham oranglarda kimdir 40 yosh farqi yo'q. Основатель kinoni ko'ringlar. McDonald's qanaqa necha yoshda so'zat qilganini ko'ringlar. Misol uchun, gap unda emas, gap inson biroz vaqt berish kerak-da o'ziga muvaffaqiyatga erishishga. Bitta kursdan keyin boy bo'lib ketaman degan tushuncha bari bor-da. Masalan, kecha biz rosa kuldim men, Sarvar aka Rasulov, kripto mutaxassis. Aktivlari 200 mingta podpischilari bor, lekin aktivlari mendan 3 marta katta. Kamida 3 marta katta. Yaxshi video qo'ysam 800 mingta prosmotr bo'ladi. Yaxshi video qo'ysam. Prosta video qo'ysam 200 mingta prosmotr bo'ladi menda. Ularda million prosmotr. Onlaynda bitta yoquvdilar, yoqishlari bilan 1000 ta odam, 800 ta, 900 ta odam kirdi. Nimaga? Chunki notkoin. Tushundinglarmi? Ya'ni o'zingizlar tanlaysizlar qaysi anaqada bo'lishni. Вот. Endi to есть xolos tushundinglar, umumiy ma'nosini. Lekin bu hammalarning qo'lingizdan keladi. Bilimlar ko'pligi va bozor mexanizmini tushunmasligi. Bu ham muhim narsa, chunki men juda ham ko'p bilaman, shogirdlarim orasida ham juda ham hamma narsani o'rganaveradi. Hamma narsani o'rganaveradi, lekin nimaga daromadga chiqolmayotganligini tushunmaydi. Nimaga? Ko'rdinglar, hamma narsa bir-biriga bog'liq. Yacheyka, bundoq strelka qilib qo'yish kerak. Chunki bozor mexanizmini tushunmasangiz, bilimlar ko'pligi umuman foyda bermaydi sizga. Bilim ko'p degani, strategiyalarni biladi degani, sizlar pribul qilasizlar degani emas. Hozir men sizlarga bitta narsa ko'rsataman, u ham sizlarga ne fakt, что pribul olib keltiradi. Chunki momentum bilan timing juda muhim. O'sha strategiyani noto'g'ri ishlaydigan strategiyani ishlamaydigan momentda foydalanib qolsanglar-chi. O savol sizlarga. Ishlaydigan strategiya, lekin sizlar ishlamaydigan momentdasizlar. Buni bilmaysizlar. Nimaga? Chunki izначально sizlarda bilim yo'q bu haqida.
Вот. Nimaga? Chunki men men endi bu qilig'imni deb bu odatimni tashladim. Kimdir gapirib internetda haqorat emas. Bu xullas tushundinglar nima narsa. Bir moment bo'lib qoldi, hammani gapirib chiqdim to'g'risi. Energiyamni yeb qo'ydi bu narsa. Mana lutchi men odamlarga o'zim bilim beraman. Tushungan odam tushunadi, ixlos qilgan odam ishonadi. 15 yillik o'qitimga ishon etagidalik. Просто podacha hozirgi podachalar masalan men bugun boshida aytdim sizlarga birinchi 5 minutda bu sizlar o'ylagan soha emas. Uni hayotinglarni yengillashtiradigan bir instrumentga aylantirmanglar o'rtoqlar. Lekin bu juda qiziqarli soha. Realni qiziqarli, ya'ni sizni oynadagi aksingiz desa ham bo'ladi trading sohasini. Lekin bu hayotni yengillashtirib beradigan narsa emas. Shuning uchun oxirida ikkita so'z yozib qo'yaman. Investor va trader. O'rtoqlar, investor bo'lsanglar, hobbi qilsanglar bo'ladi tradingni. Tushundinglar? Bunaqa uslub ham mavjud. Uzoq muddat. Masalan, hozir qanaqadir aksiyani sotib olish. Masalan, Alibaba'ni sotib olib, yiqqan pulingiz bor aksiyaga yoki bir 20 ta aksiyani sotib oldingiz. Bu trader bo'lish shart emas, grafikda o'tirish shart emas. Siz investor, tradersiz. Endi bu ham traderlikning bir turi. Nimaga? Chunki sotib oldingiz baribir aksiyani, to'g'rimi? Lekin bu uzoq muddat o'rtoqlar. Haqiqiy trader o'rtoqlar. Kechirib qo'yibsizlar. Paxat qilish kerak, mehnat qilish kerak, konkret mehnat qilish kerak. Bo'lmasa o'xshamaydi. Bo'lmasa o'tiraverasan, shogird men o'quvchilarimga o'xshab. Endi juda ham ko'p talantli, zo'r natija qo'ygan o'quvchilarim bor. Endi hazillashib erkalaymanda o'quvchilarimga o'xshab. Chunki yana bugun funt dollarda nimaga bay oldingiz? Ham model chizganda stop loss olgan, 2 kun oldin zo'r modelni o'tkazib yuborgan. Nimaga taymingda xato qilgan? Ya'ni tasavvur qilinglar. Birga 3 satnash. Birga 4 satnashini -1 plus -3 plus 1 bu 0 deganida. Tasavvur qilsanglar nima degani? Qaranglar, bilim bor. Qaranglar, qachon savdo qilishni biladi, risk to'g'ri qo'yadi. Ruhiyati ham joyida, lekin taymingda xatosi bor. Bu realni. Men ko'rsataman hozir o'rtoqlar. O'sha narsani men ko'rsataman sizlarga. Qani menga lichkaga maslahatim funt dollar drop bergan zona, все, ikkinchisi qani men aytdim-ku. Men ko'rsatsam tushunmaysizlar. Bu. Shuni qanaqa qilib skrin bo'lsa. Все. Asadbek. Nimaga SMS o'chib ketgan? Mana o'rtoqlar. Xullas, mana bitim ochgan, mana qaranglar. Mana bay qilgan, mana bitta bay qilgan, например, условно-da. Eng qizig'i to'g'ri qilganda, lekin men qarangda, bu yerda bay, to'g'rimi? Вероятность qanaqa? Вероятность того, что keyingi bitimlar ishlamagandan keyin, ya'ni strategiyada o'rtoqlar bitimlar ishlamagandan keyin ehtimoli oshishi shart o'rtoqlar. Strategiya aks holda u bitishniga aylanib ketib qoladi. Ya'ni men bu trendoviy liniyani chizgan, bay olgan, mayli. Stop pastroqda olgan, xato olgan, chunki обратный mayli lowdan olgan. Bu yerda bitim ochmagan. Mana xato. Oddiy ko'rdinglarmi? Ya'ni qaranglar-da, 0.1% risk qildingiz, keyingi bitimingiz 0.1% risk, уже 0.2% risk qilishingiz kerak. 3-bitim nimaga? Chunki oldingi ikkita bitimni qoplash kerak. Birinchidan, ikkinchidan, 3 mingtadan ochdik. Ikkinchidan ehtimoli oshadi, chunki stop losslardan keyin take profit olish ehtimoli ochadi. Mana shunaqa xatolar shunaqa ko'p, hayron qolaman. O'quvchilarimda eng ko'p kuzatiladigan xato. Yoki san aniq bir, tushundinglarmi? Ya'ni ma'lum bir vaqt uchun strategiya tuzilmagan. Просто grafik to'po ochilgan, yopilgan, stop loss 2 marta olgan, grafik yopilgan. Unaqa savdo qilishda shans yo'q, to'g'ri, вообще yo'q. Masalan, eng ko'p beriladigan savol. Tugadi bo'ldi o'rtoqlar. Sikli oxirida siklishni strategiyalar deb qo'ygan ekanman. Ya'ni bu strategiyalar, o'rtoqlar, strategiya tushunchasi nima degani? Ma'lum bir vaqtda ishlamay qoladigan va o'sha ishlamay qoladigan vaqtda siz 0 da yoki kichik minusda rozi bo'lib chiqib ketishingiz degani. Agar kim shuni tushunmasa, sal qiynalishi mumkin o'rtoqlar, chunki strategiyalar boqiy emas o'rtoqlar. O'z hayotda hech nima boqiy emas.
Shuning uchun oxirida siklishniy strategiyalar. O'shaning uchun odamlar to есть ma'lum bir strategiya uni o'rgataman, o'rtoqlar. Bu strategiya degan milliard strategiya bor, o'rtoqlar. U hammasi ishlashi mumkin. Gap unda emas, gap o'sha insonning ruhiyatiga qanchalik o'sha strategiyani moslashishi va o'sha insonning fantaziyasi, bu yerda juda ham ko'p faktorlar bor. Xullas 50 minut vaqtimiz o'tib ketdi. O'rtoqlar, demak, biz demak neft pastga normal sal tepaga surib qo'ysam, hozir o'rtoqlar, traderman, trade qilish kerak. Stop loss sal o'zgartirib qo'yamiz. Neft lekin aytilgan nuqtadan qaytdi. Mana sizlarga momentum, o'rtoqlar. Mazami? Xo'p, demak, tillaga qaytamiz, o'rtoqlar. Tillaga qaytamiz. Eng ko'p tilla. Bu paytda bitta fondda tilla fondi ochgan bitta trader. O'sha traderni, prostoy lekin рабочий strategiyasi. Men sizlarga o'shani ko'rsatib bermoqchiman. Prosta masalan deylik, juda ham ko'pchilikni xato qiladigan bitta xatosi bor. Tillada bir tomonga savdo qilish. O tilla tepaga ketyaptimi, aksiga yoki pastga ketyaptimi sotib olish kerak, tepaga ketyaptimi sotish kerak. Tavba. Shunaqa ko'pchilikda afsuski. Xullas, endi ekranni o'girish vaqti keldi. Men sizlarga prostoy, bu strategiya qanaqa sekretli emas, lekin o'zingizlar tekshirib chiqishingiz mumkin. Bu unaqa ko'p daromad ham bermaydi. Lekin men sizlarga bu bilan nimani ko'rsatmoqchimanki, mana masalan, menga ko'p savol beriladi-yu, to'g'rimi? Masalan, tilla nima bo'ladi degan savol ko'p beriladi-yu. Ko'pincha qanaqa javob beraman? Nima farqi bor qaq ketishini deyman, to'g'rimi? Mana sizlarga haqiqiy trader misolida shuni ko'rsatib bermoqchiman, strategiya misolida. Meni ko'zim umuman boshqacha ko'radi grafikni. Rostdan. Buni ana odam menga 3-4 marta savol bergan odam slip qilib yubordi menimcha. Tilla nima bo'ladi deb aytdim-ku, qancha minusdasiz dedim, 3-4 marta savol bergandan keyin. O'rtoqlar, bitta narsani tushuninglar, qaranglar. Mana masalan, hammani ishi bor, har kun ishlaydi. Masalan, kimdir kassada o'tirib pul sanaydi, to'g'rimi? Pul sanaydi, qachon odam kelsa, pul so'rasa sanab beradi. Svetofor bor. Qizil bo'ladi, to'xtaysiz, sariq bo'ladi, tayyorlanasiz, yashil bo'ladi, yurasiz. To'g'rimi? Masalan, jonli efir deyman, kirasiz 23:00. Ya'ni ma'lum bir konkretniy sistema bor-da, ya'ni takrorlanuvchi sistema bor. Uni doim amalga oshirish kerak. Masalan, take profit olasiz, kayfiyatingiz ko'tariladi. Stop loss olasiz, kayfiyatingiz tushadi. Ya'ni konkretniy narsani konkretniy sababi bo'lishi shart. Lekin juda ham ko'p foiz traderlarda noaniqlik. 90% traderlarda noaniqlik. Ya'ni qaq ketar ekan. Tasavvur qiling. Bularsi nimaga o'xshaydi bu? Konkretniy o'zingizga savol bering. Svetoforda qizil yonib turibdi-da, yursammikan, yurmasammikan deganda, bu degani qaq ket. Xuddi shu bir xil narsa. Tizim yo'qligi konkretniy. Men masalan, bundoq qarayman bozorga, umuman xavotir olmayman narx qayerga ketish haqida. Вообще, absolut. Mana misol uchun qaraylik. Mana deylik D1 davlat, mana D1 tilla qaraylik o'rta. Mana tilla, mana D1, mana moving average 100, masalan 100 qaraylik. D1 da 100 qo'yaman. Tak, любой rang. Ko'k deylik masalan. Lekin u D1 da turishi kerak 100. Mana masalan, mana hoppa, mana o'rtoqlar. Paydo bo'ldi ko'k, ha? To'g'rimi? Endi tepaga o'tsa, pastga o'tsa sel emas, o'rtoqlar. Bu endi o'ta bir sodda narsa, endi hamma biladi u narsani, gap unda emas. Mana shu strategiya yillar davomida juda ham ko'p million dollar daromad olib kelgan o'sha avtorga, endi uni aytib o'tirmayman, shart emas. Ishlash masalan, просто men sizlarga tizimni tushuntirib bermoqchiman-da. Meni impuls degan strategiyam bor edi, o'shanga o'xshab ketadi. Например, mana to'g'ri tushunasizlar. Endi qaranglar. 100, to'g'rimi? Lekin bu kunlikda, lekin biz 4 soatlikka o'tamiz. 4 soatlikka o'tamiz. Endi qaranglar o'rtoqlar. Bizdagi 4 soatlikligi borki, mana bu 100 proporsional to'g'ri qo'yilgan. Mana qaranglar, 100 a
mana bu 600 bo'lib qoldi, ko'rdinglarmi? Endi boyagi mana bu bilan bir xil ko'rinishi. Mana bu bilan ko'rinishi bir xil. Faqat kichkina time frame'da ko'rishim kerak men kunlikdagi emani, tushundinglarmi? Shuning uchun 600. Nimaga? Chunki 24 soat kunlikni bo'lamiz. 24 ni 4 ga, bu 4 soatlik, demak 600. Tushundinglar? Proporsiya nimaga 600? Amaga 1 soatlikka qo'ysam, mana 2400 nimaga? Chunki 24 soat bor, o'sha bo'linganda 100. Tushundinglar? Oddiy boost qaranglar. Demak, minus bitta paint kerak. Endi sodda bo'lib, juda bir sodda ham emas, takoy normalniy strategiya. MS xullas, o'rtoqlar, biza qaranglar, biza H1 da ham, H4 da ham D1 dagi 100 emani ko'rib turamiz, qanaqa ko'rinishini. Shuning uchun ham, uning uchun o'rtoqlar aytgancha ko'pchilik bilmasligi mumkin. Qanaqa qilib o'tda 100 bo'tda 600 bo'lib qoldi? Uning uchun har bitta time frame'ni o'ziga visible qilib qo'yish kerak. Qaranglar, mana bu 600. Mana o'rtoqlar, visualization degan joyda 4 soatlik belgilangan. Bu degani faqat 4 soatlikda ko'rinadi degani. Bu yerda bo'lsa, mana o'rtoqlar, faqat mana 100 D1 qo'yilgan, o'shaning uchun shunaqa. Xullas, ideya shunaqa. Nimaga bu kerak? Bu общий trend направлениясini ko'rsatadi xolos. Lekin bizda o'rtoqlar, bu minimumlar. Keyin bitta narsa uchun hammadan uzr so'rayman. Gold breakout deb qo'ygan ekanman. O'zi aslida bu gold shakeout o'rtoqlar. Breakout emas, shakeout. Xullas, qanaqa ishlaydi? Bizada o'sha orientir emadagi kunlikdagi 100, lekin biz uni 1 soatlik va 4 soatlikda ko'rib turamiz va bizga qanaqa narsa kerak? Bizga любой minimum kerak o'rtoqlar. Любой minimum kerak 1 soatlik va 4 soatlik. Просто 4 soatlikda effektivniroq ishlaydi, 1 soatlik ham yaxshi ishlaydi, lekin shum ko'proq. Ya'ni bizada любой minimum kerak. Esingizda bo'lsa, men impuls strategiyani ham bepulga bergandim sizlarga. Faqat iltimos ana 1/98 qoidasi bo'lmasin, qayerdan olsa ham bo'ladi, unaqa deb yozmanglar. Men eng yomon ko'rgan narsam shu narsa. O'rgatilgan narsaga fokus beringlar. Xullas, unda impuls esingizda bo'lsa, kuchli движение kerak edi, откат kerak edi va tepada yopilish kerak edi. Mana bu nuqtada kirish kerak edi. Bunda вообще o'xshab ketadi, lekin minimum kerak. Ya'ni impuls bo'lish shart emas, minimum kerak bizga va o'sha minimumni buzilishi va narx yuqorida yopilishi va bizda stop loss zonani paydo bo'lishi va dalishi ketdi. Например, вот mana shu ya'ni bizda EMA bor, to'g'rimi? H1, H4 da va agar bizda o'sha o'zi EMAdan narx yuqorida bo'lsa, demak faqat buyga ishlaymiz. EMAdan pastda bo'lsa, demak model sellga ishlanadi. Demak, mana EMAdan yuqorida bizda minimum bor. Mana masalan, mana bunaqa minimum bor. Qaranglar, minimumdan buzib o'tdi. Bizga важно o'rtoqlar. Mana shu minimumdan narx yuqorida yopilish shart o'rtoqlar. Va mana bu stop loss zona katta bo'lishi kerak emas, odatiy katta bo'lmaydi ham. Minimumni buzib yuqorida yopilish kerak. Va aynan bu tilli uchun ishlab chiqargan avtor sababini aytaman. Men sizlarga bitta anaqa ham qo'yib qo'ydim o'rtoqlar. Tak. Vo o'rtoqlar mana. Euro dollar qani? Euro yena. Просто valyutada o'rtoqlar juda ham ko'p stop loss ishlashi mumkin-da. Valyutada ishlaydimi degan balki savol paydo bo'lishi mumkin sizlarda. Shuning uchun qatga bo'lib qoldi euro yena. Valyuta. Mana o'rtoqlar, valyutada mana bunaqa holat bo'ladi. Mana qaranglar. Mana bizada точка входlar o'rtoqlar. Lekin stop losslarni qaranglar, necha marta ishlagan. Minimumda. Lekin endi tillarni ishlashini o'rtoqlar mana o'zingizlar kuzatishingiz mumkin. Kelinglar, tillarni oxirgi yarim yilda qachaba qanaqa ishlaganini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Demak, условия esingizda, to'g'ri, mana. Qaranglar, men stop lossdan boshlayman sizlarga. Stop loss qanaqa ishlaydi, mana qaranglar. Mana. Qaranglar, narx minimumni buzib o'tdi, tepada yopildi. Biz buy olamiz, lekin stop loss mana ko'rdinglarmi, kichkina, juda ham kichkina ishlaydi.
Mana o'rtoqlar, mana take profit primerda qanaqa ishlaydi qaranglar. Demak, bizda minimum bor, qizil emadan pastda va narx buzib o'tdi va pastda yopildi. Например, bu yerda stop loss katta, bu yerda kira olmaymiz, lekin mana bu yerda kira olamiz mana. Ya'ni уже mana minimum bor, maksimum bor, ya'ni buzildi и так далее. Mana chiroyliligini qaranglar, mana qaranglar, mana qaranglar. Qaranglar mana. Bizda maksimum bor, buzib o'tdi, pastda yopildi и так далее. Mana juda ham ko'p, hammasi точка входlar o'rtoqlar. Mana ham chiroyligini qaranglar, ham qaranglar. Mana minimum bor, minimumni buzib o'tdi, lekin narx tepada yopildi. Va ko'rib turganingizdek, kamida 1 ga 2 minimum bor, narx tepada yopildi, stop loss zona и так далее. Mana bu oq ema o'rtoqlar 25 bu chiqishga ishlataman ko'pincha. O'zi bunaqa signal juda ham ko'p bo'lmaydi, lekin to есть lekin ba'zida juda ham zo'r potensialli bitimlar bo'lib qoladi. Mana misol uchun mana minimumni qaranglar. Mana o'rtoqlar, ya'ni o'sha dekabrdagi esinglardami, tilla 2100 nechidadir bitta chiqib ketganda, o'sha aynan shu signal bor o'sha yerda. Mana o'rtoqlar, o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Mana qaranglar. Esinglardami algoritm qanaqaligi? Minimum kerak bizga, minimum buzish kerak va maksimumni yopilishi kerak, to'g'rimi? Вот, и bizda aynan shu narsa bor mana. Ya'ni minimumni buzildi, narx deb o'rtoqlar соотношение 5 просто 5 mana. Qaranglar. Punktini qaranglar. 61 ga 10 соотношение mana bu o'zida bor-da bu yerda. Вот, xullas, bizda qizil главный ema ko'rib turibsizlar, esinglardami 600. То есть вот. Mana stop lossga misol o'rtoqlar. Mana stop lossga misol, sababi minimum bor, minimumni pastga buzib tepada yopildi. Demak, biz mana bu bayga kiramiz. Stop loss juda kichkina mana o'rtoqlar. Juda ham kichkina. Endi qaranglar-da. Qizil lekin endi stop loss bo'lib turadi. Mana stop lossga misol, stop losslar juda kichkina mana. Lekin mana potensiallarni ko'ringlar mana. Ana oxirgi o'rtoqlar mana martda bo'lgan oxirgi точка вход mana. Oxirgi точка вход martdagi. Mana potensialni o'zingizlar bilan ko'ringlar. 4 soatlik grafikda mana minimum, chiroyli minimum, pastga buzgan, switch keyingi tepada yopilgan, mana stop loss o'rtoqlar. Mana qaranglar, 1 ga 10 ga 1 ga 9 соотношение. Mana oxirgi esinglarda 3 burchak simon bo'ldi. O'shanda aynan shu shake out deydi. Breakout emas bu. Breakout buzib пробойный strategiya. Bu отбойный shake out deyiladi bu tak. Xullas mana yana ketib yotibdi janob. Endi qaranglar-da. Endi qaranglar. Demak, hozir menga kerak bo'lgan narsa demak, qanaqadir minimumda, masalan, minimumdan tepaga chiqib, demak, bundoq bo'lib, tepada yopilish kerak, to'g'rimi? Primerni. O'shanda men signal olaman-da, to'g'rimi? Hop, oq narsa bu bir bitimni yopishga o'rtoqlar. Например, mana точка вход, mana bitta bitimni yopish mumkin primerni. Xullas, bu orientir, bu не важно, o'rtoqlar, просто filtr. Endi qaranglar-da, mana, to есть strategiya algoritm mana o'zingizlar ko'rib chiqinglar, nechta take profit, nechta, ya'ni o'rtoqlar ko'zim bor-ku. Men harakat qilaman buni telegrafga tushirishga sizlarga, yaxshiroq yana bitta qaytarib olishingiz uchun. Endi qaranglar-da, nima farqi bormi? Men ko'zim qanaqa ko'radi? Men shu minimum maksimumlarni ko'radi, ko'zim qayerga ketayotganini ko'rmayman men o'rtoqlar. Faqat narx qizildan yuqoridami? Menga faqat minimum kerak, tamom. Ko'rasizlarmi? Bu yerda konkretniy tizim bor. Hech qanaqa qo'rquv yo'q, strah yo'q и так далее. Strategiya ko'p profit bermaydi, вообще ko'p profit bermaydi. Kam beradi. Lekin tasavvur qiling, shunaqa strategiyadan 10 ta bilsangiz. Maza qilasiz, o'tirasiz, o'zini momentini kutib o'tirasiz. Tilla tepaga ketyapti, ishto ketaversin, например. Вот, maqtib ketaversin. Men ko'zim minimum, mana hozir ko'rdinglarmi? Ko'rsatgan narsam aynan tillada effektiv yuqori ishlaydi aynan. Просто. Ya'ni любой minimum, любой maksimum muhim emas, все o'rtoqlar. Ya'ni maksimum, menga minimum kerak, kuchli minimum kerak, narx buzilishi kerak va tepada yopilishi kerak. Hozir shunaqa. Men boshqa narsani ko'zim ko'rmayapti tillada. Odamlar analizlab qilib, hozir pastga ketadi, tepaga ketadi. U trading emas o'sha, u kazino o'rtoqlar. Unaqa savdo qilib bo'lmaydi o'rtoqlar, absolyutno. И
Xullas, mana shunaqa tizimli savdo bilan ishlash kerak va o'zi shunaqa ham doim shunaqa manda. Men bilmayman, например, qanaqadir endi yana ham chuqurroq kirib ketishimiz mumkin. Bugunchalik yetadi degan umiddaman. Umuman strategiya bir bahona edi, masalan, ko'proq va muhimroq narsalarni tushuntirib bermoqchi edim. Lekin bemalol grafikda ochib strategiyani tekshirib ko'rishingiz mumkin. То есть qanaqadir oddiy, hammaga shunday, то есть oddiy, рабочий, ishlatib ko'rish ham mumkin bemalol. Вот, кстати, har kuni $40, $50 это просто trigger, unaqa, то есть qanaqa summadan degan gap bor, то есть bu har kun daromad beradigan narsa emas, bu shunchaki mana strategiya, примерно strategiya haqida gap tugatdim, lekin ko'pchilik kutgandek qanaqa super sekretniy strategiya bo'lmasligi mumkin. Mana 3000 ta odamdan 2600 odam qoldi. Bu обычный holat, ko'rdinglarmi? O'sha, то есть deydi, buni men ham bilardim deydi, lekin hech qachon foydalanib ko'rmagan, lekin xullas shunaqa gaplar. Hammanglarga rahmat. Shunaqa efirlar qilib turishga harakat qilaman. 98% insonlar qatorida bo'linglar, необычный fikrlashni o'rganinglar. Va o'zinglarning stilida ishlanglar. Hammaga omad, katta rahmat va tez kunda yana ko'rishamiz. Ko'rishguncha.